Assalomu alaykum. Kunning muhim xabarlari bilan dasturimizni boshlaymiz. O'zbekistonlik migrantlar 119 kilogramm sinuyusni olib o'tmoqchi bo'lganda qo'lga olindi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Rossiya bojxona xizmati xabariga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari 1,7 million rubllik 119 kilogramm sinuyus tamaki mahsuloti olib o'tishga uringan. Erkaklar sinuyusni keyinchalik O'zbekistonda qayta sotish uchun Moskvadagi bozorlardan birida sotib olishgan. Gumonlanuvchilar Sheremetyevo aeroportida parvozdan oldin qo'lga olinib, ularga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Migrantlar Ivanovo viloyati byudjetiga millionlab foyda keltirmoqda. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Muhojirlar viloyatining jinoyat statistikasini ham yomonlashtirayotgani yo'q. Bu haqda Ivanovo News nashri xabar bermoqda. O'tgan yili viloyatdagi iqtisodiy faol aholining 2% dan ozrog'ini tashkil etgan migrantlar Ivanovo byudjetini 332 million rubldan ko'proq mablag' bilan to'ldirgan. Mehnat patentlaridan tushayotgan daromadning 50% muhojir ishlayotgan munitsipalitet byudjetiga, 50% esa viloyatning umumiy byudjetiga taqsimlanadi. Shuningdek, huquqni muhofaza qiluvchi organlar jinoyatlarning oshini qayd etmagan, deb yozadi nashr. Ma'lum qilinishicha, Ivanovo viloyatidagi korxonalarda, kompaniyalar va xususiy biznes firmalarda hozircha 8000 chet el fuqarolari ishlamoqda. Ularning mingtasi mehnat faoliyati uchun patentni rasmiylashtirgan. Patent narxi bu yil 20% ga oshirgan va 7,5 ming rublni tashkil etadi. Patentni muhojirlar Rossiyadagi qonuniy ishlash uchun oladi. U Tojikiston, O'zbekiston, Ozarbayjon, Moldova kabi viza talab qilmaydigan mamlakatlar fuqarolariga beriladi.